Barchaga assalomu alaykum. Bizda debyut hamda ilk mehmonimiz Muhiddinova Nazira Batirxanovna. Assalomu alaykum barchaga. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizga ajratganingiz uchun juda ham xursandmiz. Sog' bo'ling. Juda ko'pchilik mutaxassislarning ta'kidlashicha, insonga beriladigan savollardan eng qiyini uni o'zi haqidagi savollar ekan. Shunday. Nazira Batirxanovna kim o'zi? U ko'proq misnozada u. Jizzax davlat pedagogika universitetida tahsil olgan, ishlagan insonlar uchun bu nom juda ham tanish va bu nom bilan birga juda ham ko'plab assotsiatsiyalar, fikrlar mavjud. Aytingchi, umuman olganda shu Miss Noza, Nazira Batirxanovnadan Miss Nozagacha qanaqa yo'l bor? Voy, yo'l 23 yillik yo'l u. Juda uzoq. O'zi aslida Nazira Batirxanova hech qachon bo'lmagan, faqat Miss Noza bo'lgan. Nazira Batirxanova faqat pasportda bo'lsa, yoshlikda dadam Noza degan ism qo'yib olganlar, shu bilan Miss Noza ketdi. Ko'plar meni Noza Best deb tanishadi, Best asoschisi sifatida. Va bu eng to'g'ri menga ta'rif bo'ladi. Best bilan birga, Best nomi bilan. Va ikkinchisi esa bu bolalarni sevadigan inson sifatida. Chunki bolalar quyosh kabi men uchun. Bilmadim, mana shunday qilib ta'riflagan bo'lardim. Demak, Miss Noza hayotingizning har jabhalarida siz bilan. Nazira Batirxanovnani hech qayerda uchratmaymiz. Yo'q. To'g'ri tushundimmi? Hech qayerda. Pasport stolda. Tushunarli. Demak, umuman olganda bu siz avvalambor pedagogsiz, shu fikrimga qo'shilasizmi? Shunday, pedagogman. Bu yo'l aslida taqdir taqozosimidi yoki anglab qilingan tanlovmi? Naverna tepadan tanlov bo'lgan shunaqa. Chunki tanlamaganman, men harakat qilganman boshqa yo'nalishda yo'nalishga borishni, tanlashni. Juda ham uzoq yo'l bo'lgan u. Futbolga ham borganman, eslayman, tennisga ham sportchi bo'laman, suzuvchi bo'laman deganman, suzishga borganman. Qayerlarga to'lqi bormadim. No, точно pedagog bo'lmayman deganman. Bu men uchun qanaqadir qiyin kasb tuyulgan va voy o'qituvchi bo'lamanmi degan naqa yomon qarashlar bo'lgan shu kasbga. No, taqdir taqozosi ayni o'qituvchilik menga oson berilgan, ayni o'qituvchilikka kelganda energiya kelgan, ayni buni bolajonlar belgilab berishgan, chunki bolajonlar mahali 15 yashar bo'lganman, 16 yashar bo'lganman, mahalla bolalari ingliz tili daftarchalarini ko'tarib Nozpa bizga dars berishda yordam bering deb kelganda men aytganman, "Boje, men ingliz tilini o'rganyapman, lekin o'qituvchi emasman." Aslida karyera o'shanda boshlangan, 15 yoshimda. Demak, siz ham ko'pchilik yoshlar qatori repetitorlikdan boshlagansiz karyerangizni. Hozirgi erishib turgan natijalaringizni boshlanishida repetitorlik albatta turadi, to'g'rimi? Shunday. Shaxsan o'zimni Jizzax davlat pedagogika universitetida o'qitgan o'qituvchim. Siz u kishini juda ham yaxshi taniysiz. Kim Oleg Alekseyevich. Meni ham ustoz. Ajoyib inson. Sizga bu holat juda ham tanish sessiya vaqtida. Ustozimiz Kim Oleg Alekseyevich bilan ro'para kelib qoldik. Men o'shanda to'g'risini aytsam, vedomostni almashtirmoqchi edim. Bu paytda bilasiz, hamma fandan 5 ga olib kelardim, 5lik, 4lik stipendiyalar, mana shu bahoga bo'lgan intilish 5 ga 4 ga yopish degan narsa juda ham aktiv bo'lardi. Hamma fanimni 5 ga yopganman va bitta fandan o'sha bahoyim 4 bo'lib qolgandi. U kishini oldiga men iltimos qilgani borayotgandim o'shanda. Almashtirish uchun va o'sha bahoyimni to'g'rilab berishlari uchun. O'shanda bu ham taqdir taqozosi bo'lsa kerak. Oldimdan shu ustozimiz Kim Oleg Alekseyevich chiqdilar-da, hol-ahvol so'rab, nima uchun bu yerda yurganimni so'raganlarida men vaziyatni tushuntirganman ochiqchasiga. Shunda u kishi shunday maslahat berganlarki, meni bu hayotimda shiordek qolib ketgan.
Eng asosiy shiorlardan biri. Hech qachon biror narsa undirish uchun yoki biror muvaffaqiyatga yoki maqsadga erishish uchun birovni oldida hech qachon o'zingiz haq bo'lgan joyda uzr so'ramang yoki bo'lmasa o'sha past ketmang. Ayniqsa bu masala pul bilan bog'liq bo'lsa degandilar. Va Xudoga shukrki, o'shanda men u xonaga kirmasdan u o'qituvchi bilan uchrashganim ham yo'q va ortga qaytdim. Lekin ustoz shu aytgan gaplari menga butun umr saboq bo'ldi. Shunaqa vaziyatlar bo'lib qolsa hayotda, aynan o'sha pul bilan bog'liq yoki o'sha reputatsiya masalasi qo'yilsa, men hech qachon birovdan uzr so'ramayman yoki iltimos qilmayman agar u yerda men haq bo'ladigan bo'lsam. Mana shunaqangi voqea menda ro'y bergan. Sizdachi? Hayotim davomida rosa ko'p voqealar bo'lgan, hodisalar. No, ayni hozirgi hayotimda shior, o'sha paytdan hozirgacha shiorim bu otamni gaplari. Chunki men ko'p yo'nalishni o'zgartirishga harakat qilganman. Suzuvchi ham, futbolistka ham, tennisistka ham, shaxmatistka ham, voy nimalar. O'shanda prosta o'tirg'izdilarda bitta narsani aytdilar. Chunki kasb tanlay olmagandim-da. O'sha o'qituvchilikdan qochish bo'lganda asosiysi. Shunda dadamni gaplarini eslayman, aytdilar. Jonim, o'qituvchi bo'lsang, eng zo'r o'qituvchi bo'lgin. Agar futbolist bo'lsang, agar ko'zing yetadigan bo'lsa, eng zo'r futbolist bo'lgin. Agar farrosh bo'lsang, eng tozalovchi, odamlarga tozalikni bag'ishlovchi inson sifatida bo'lgan. Kartoshka eksang, fermer bo'lib, eng zo'r, kачественный kartoshka, eng ko'p kartoshka ekadigan fermer bo'lgan. Ana shu gaplari shior sifatida qolib ketgan. Shuning uchun, naverna, bestni nomi best, noza best va har doim mukammallikka intilmayman. Ayni hozirgi holatimda, lekin yoshligimda hamma narsani eng a'lo darajada qilishga harakat qilganman. Mana shu gaplari qolib ketgan. Inson hayotida har xil kunlar bo'ladi. Siz buni tajribali inson sifatida ham va o'sha malakali ustoz sifatida ham juda yaxshi bilasiz. Hozirgi savolim esa aynan o'sha yaxshi kunlar haqida, ijobiy kunlar haqida. Sizni kunlaringiz ichida, hayotingizda shunaqa kun bormi? O'sha kunni qayta yashagingiz keladi. Bor. Qaysi kun? Agar sir bo'lmasa. Unaqa kunlar ko'p. Bironta epizod. Masalan, men o'zimni aytadigan bo'lsam, farzandimning tug'ilishi, birinchi farzandimning tug'ilishi. Shu haqida o'ylay turdim. Birinchi farzandimning tug'ilishi bu o'shanda olgan emotsiyamni hali unaqangi yuqori darajada emotsiya olmaganman. Shuning uchun agar imkon bo'lganda o'sha kunni yana qaytadan yashab, yana o'sha emotsiyalarni his qilib ko'rish uchun men tayyor edim. Men qayta his ko'rishni istamayman, chunki nima deydi? O'tmish bilan yashamaslikka harakat qilaman. Faqat o'sha emotsiyalar menga yaxshi vоспоминaniyalar beradi, mana tajriba, xotiralar beradi-da. Chunki sal hayot yo'lim shunaqaki, hozirgi holatim shu yerda va hozir yashash. Shukurda bo'lish. Har bir kunim bayramdek o'tadi. Biron bir kun bo'lmadiki, uni pozitiv emotsiyalarga aylantirmaganim. Bo'ladi, tushkunlikka tushasiz, boshqa qilasiz, lekin yaxshi kunlarimni qaytarishni istamasdim, chunki undan-da yaxshi kunlar meni oldinda kutadi. Buni точно bilaman. Original javob bo'ldi. Xo'p. Demak, mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, juda ham ko'plab sohalarga qiziqqanman dedingiz. O'zimni har xil sohalarda urinib ko'rganman dedingiz va o'sha tanlov qilish jarayoni haqida savolim. Ikkilanish vaziyatlar bo'lganda siz nimaga asosan tanlov qilasiz? Yoshlikda menimcha Allohning o'zi tanlab bergan bu kasbni, chunki men juda ham xohlardim ambassador bo'lishni, elchi. Boshqa davlatda elchi bo'lishni istardim. Ammo o'sha paytda biz ulg'ayotgan paytimizda oilada
Onam rahmatli kasal edilar va onamga o'zim qaraganman. Shuning uchun na Toshkent, na Samarqandga menga qaysidir boshqa vuzga kirishga imkon yo'q edi. Jizzaxda esa faqatgina ikkita vuz bor edi, pedagogika va politex. Hattoki eslayman shunaqa bo'lganki, 16 yoshimda uydan qochib, pul yig'ib, avtobusda Toshkentga borib, Singapur universiteti endi ochilgan paytlar bo'lgan, o'sha qaysidir fakultet ochilgan, o'sha taraflarga borib, qochib ekzamenlarni topshirib, qaytayotgan paytimda kechga qolganman va dadam bilib qolgan. Bitta narsa aytdilar, oq fotihamsiz Toshkentda nima bor? Oq fotiha bera olmayman senga, Toshkentga o'qi, ammo shu yerda ham rivojlansang bo'ladi deganda endi bitta xafa bo'ldim, lekin taqdirimni qabul qildim. Keyin pedagogika universitetiga, hozir universitet o'sha paytda institut bo'lganda, eng takoy ko'zga ko'ringan INIAS fakulteti bo'lganligi uchun shunchaki oxirgi kun 20-iyundan 20-iyulgacha qabul qilardi dokumentlar. 20-iyul kuni soat 6 da kechqurun dokumentlarni topshirganman-da. Chunki oxirgacha dadam ruxsat beradi degan fikrda yurganman-da. Noiloj oxirgi kun borib topshirib keldim. Ikkinchi esa ularning usloviyasi, bizda ikkita student bor edi, akam va opam va o'rtaxol oila bo'lganligimiz uchun ularda bitta shart bor edi. Byudjetga kirsang o'qiysan, bo'lmasa o'qita olmaymiz. Ba'zi bir finans muammolarga bardosh bera olmay, biz faqatgina agar byudjet bo'lsa, to есть grant bo'lsa, o'qitamiz degan fikrda edi. Yana bir marta menga bir udar bo'ldi. Chunki men ko'p tayyorlanmadim. 3 oy yo 4 oy to boshqa universitetga tayyorlandim. Bu yoqqa kiraman deb o'ylaganim yo'q. Shuning uchun mana bu yoqda ozgina tushunarsiz holat bo'lgan. No, aytayapman-ku, bu hammasi tepadan-da. 18-avgustda javobi chiqqanda eslayman, o'zim ham borganim yo'q javobni bilishga, opam kelgandilar. Ikkinchi o'rin grant edi. Shu kirmoqchi emas edim-da institutga, tushunsangiz. Men Gulmira opam keldi. Topshirding grant desa, xudo, shunaqasi ham bo'ladimi degan fikr. To есть bu kasb qancha qochmay, bu kasbdan qancha boshqa yo'nalishga bormay, xuddi mushukchani onasi qochadi shunday, techasini olib shunday joyiga qo'yib qo'yadi. Xuddi shunaqa narsa bo'lganda, futboldan ikkita qo'lim sinib bu kasbga qaytdim. Keyin tennisdan, shaxmat, bu matematikaga boraman, muzikaga boraman, muzikaga borganman. Pianino, muzikant bo'lish uchun dadam pianino ham olib berganda. Lekin barmoqchalarim juda kichkina bo'lganda, bitta oktavadan ikkinchi oktavagacha ham yetmagan, dodan dogacha ham yetmagan va katta произведенияларni o'ynalmaganman. Jahlim chiqib tashib ketganman, bu meniki emas deb. To есть xuddi mana belgi debsiz-ku. Bu hammasi belgi bo'lgan. Tak, mushukcham, bu yerga. Qarada, noto'g'ri joyga ketyapsan, u yerda qo'ling sinadi degandek, mana bu yerga. U qildim, bu qildim, qancha qochishga urinmay baribir pedagog bo'ldim. Va bu kasb yuqoridan berilgan kasb deb bilaman va bu kasbni boshqa kasb egasi bo'lish hozir tasavvur qila olmayman. Juda ham ajoyib, juda ham sevimli, muhabbatimni, mehrimni bergan kasbim hozir. Ko'zlaringizdan bilinib turadi bu, albatta, chunki juda ham kamyob hodisa desak ham bo'ladi o'qituvchilik kasbini tanlagan insonlarda. Demak, taqdir. Hozir bir narsani aniqlashtirib ketmoqchiman. Demak, Noza Best, ya'ni Miss Noza badavlat oilaning farzandi emas. Yo'q. Dadam taksist bo'lgan, injener bo'lgan, o'sha qanaqadir keyin o'zgarishlar bo'lib PMK yopilgan, keyin taksi haydaganlar va ayam vrach. Bugungi kunda baribir o'sha moliya, bu mashhurligingiz yoki o'sha o'quv markazlar, maktablar moliyaviy ahvolingizga ham yaxshi ta'sir qilgan, to'g'rimi? Albatta. Xudoga shukr. Shu yoshlarimizga aynan shu masala tomonlari hozir juda ham qiziq bo'ladi. Ko'pchilik aytishi mumkin-da, o'zi u badavlat inson edi. Risk qilib ko'rish uchun har doim bunday imkoniyat bo'lgan. Agarda bizga o'xshab o'rta hol bo'lgandan bo'lmasa, shunaqa gaplar ham yo'q emas. Oydinlik kiritib ketganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. Oydinlik kiritib.
o'tganimizda. Ha, albatta bu katta oldinga kuch bag'ishlaydi yoshlarimizga. Oddiy insonlar ham katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkinligini. Nimaga bunaqa deyapman? Sizni yuqorida e'tirof qilib o'tdim. Sizga menimcha juda ham ko'p aytishgan bo'lsa kerak. Men yana bir bor takrorlashdan to'xtamayman, charchamayman. Aynan o'sha Miss Noza yoki Best brendi shunchaki brend emas. Menimcha bu brenddan ko'proq narsa. Bu falsafa, bu hayot tarzi. Falsafa, Shu lifestyle, haqida ozgina gapirib bersiz. lifestyle. Shunaqa. Agar Best brendi haqida gapiradigan bo'lsam, 10 ta intervyu kam. O'zimni ham xudo xolasa niyatlarimiz bor. Albatta bu yoqqa kelishimizdan oldin bilgandim bitta intervyuni o'zida ko'p savollarga javob bo'lmasligini. Umid qilamizki, xudo xolasa yana inshaalloh nasib qilsa yana Best suhbatlar uyushtiramiz. Ko'p gapirsa bo'ladi. Chunki agar profilimni kuzatadigan bo'lsa, Best o'zi aslida ko'chida boshlangan. Repetitorствоni ko'chida qilganman. Chunki aytyapman-ku, qancha qochmay, baribir o'quvchilar topib, iltimos bizga dars bering degan ma'noda o'zi yosh bolacham bor, imkoniyatim yo'q. Dars berishga mayli qayerda bo'lsa ham desa, pul kerak. Bilasizmi qanday boshlangan? U parkda tablichka yozganman. Ingliz tilidan dars beraman. Telefon nomerimni yozib, shunday tablichkani qo'yib qo'yganman. Qayerda soya bo'lsa, daraxt tagida hammani tovuqqa o'xshab jo'jachalarni chaqiradi-ku o'sha. Hozir hayron bo'laman, qanday ular shunga rozi bo'lishgan. Issiq. May oyidan boshlagan bo'lsak, ba'zida aprel, may, iyun, iyul. Chunki 1-avgustda keyin topshirilardi institutga. O'sha asosan institutga tayyorlardim-da. Ular shu narsaga xo'p degan, chidagan. Qayerda soya bo'lsa, borib o'sha yerda dars berardik. Qancha meni ichki ishlar xodimlari ushlagan, nima qilyapsiz, nimadan dars beryapsiz? Goradellarga borib prosta dars beryapman, o'qituvchiman. Nimaga ko'chada hech qayerda arendaga berish, olish, takoy hali moda bo'lmaganmi, men eplolmaganman o'sha paytlar, bilmadim. No, keyin bitta xonacha, keyin 2 ta, keyin 8 ta shunday qilib kattardik. Aslida o'sha yerda boshlangan hamma narsa. Aytayapman-ku, qancha qochmay bu kasbdan o'quvchilar uyga borib, taqillatib, joy band qilib, hozir bitta gap aytsam ishonmaysiz. Bitta xona olganimizda Nurbekni orqasida. O'quvchilarim kelardida, meni zapisnoy knishkam bo'lardi. Mana har doim ko'p zapisnoy knishkalarim bo'ladi. O'sha yerda 2 oy oldin gruppaga yozilardi. Men aytayapman, 2 oy davomida bu gruppa aniq eslayman, Dilnozlarning gruppasi. Tak, biz 2 oydan keyin mana shu chisloda, mana shu vaqtga kelamiz derdi va haqiqatan ham shunday qilardi. 15 minut obedga vaqtim bor edi. Menimcha siz aytgan joyda men hozir esladim. Bu adashmasam hozirgi Nurbek restorani va orqasida Afruza saloni bo'lardi va o'sha joy. Bu nechinchi yillar, Nozoba? 2010. Chunki biz o'sha paytda hali maktab o'quvchisi edikda, juda kichkina bo'lib. 2010. O'sha yerda maktab borligini bilardik, juda ko'p sinfdoshlarimiz ham qatnashardi. Aynan kurslarga borardi. 2010 o'zim boshladim. 2012 Best paydo bo'ldi. Demak, Best maktabi yoki umuman Best nomini o'zi alohida tarix. Da, alohida tarix. Hozir o'qituvchilik kasb bilan shug'ullanmaganingizda, agar lekin barcha ko'nikmalaringiz, tajribalaringiz bor sizda. Lekin o'sha egallab turgan barcha maktab, o'quv markazlaringiz yo'q. Shu tajriba bilan nima ishga urinib ko'rgan bo'lardingiz? Men tashkilotchilikka va rahbarlikka yaxshiman desam bo'ladi. Chunki IT Parkda ham ishlaganman. 3 yillik tajribam bor. IT Park O'zbekiston faqat Jizzax filiali va shu narsani aytishim mumkinki, qanaqa yo'nalish tanlashimizga
qaramang. Unga mehr bersangiz, baribir cho'qqiga yetasiz. Biz rahbarlik qilganimizda IT Park butun respublikada, mana shu ta'kidlab o'tay, bu meni faxrim, birinchi o'rin olgan hamma pokazatellar bo'yicha. Biz birinchi BPO kompaniyalar viloyatlarda Jizzaxda ochganmiz. Ko'p yutuqlarga erishganmiz. Startaplarni moliyalashtirganmiz. Meni bu xursand qiladi, chunki u yerda ham yoshlar bilan ishlaganman. Asosan meni faoliyatim yoshlar bilan. Naverna, agar bu kasbni tanlamaganimda, qayerdadir tashkilotchilik kasbi, menejerlik tanlagan bo'lardim. Tushunarli. Men o'zim juda ham ko'p o'quv markazlaringizda bo'lganman. Mana bugun yangi maktabingizda mehmon bo'lib turibmiz, xudo xolasa. Ilohim bilan soni ko'paysin, sifati ham birga oshaversin. Inshaalloh. Birgalikda. Ilohim. Va shu narsani men kuzatganman. Bugun ham syomka boshlanishidan oldin bir yarim soat kuzatib, shu narsani guvohi bo'ldim. Juda ham gavjum odam. Shovqin, gavjum, kulgular, tabassum. Musiqa, hamma mana shu atrofdagi so'zlar. Aytingchi, o'quvchilaringiz, shogirdlaringiz aynan sizni maktablaringizga, o'quv markazlaringizga nima izlab kelishadi? Bunaqa savol berishimga sabab, chunki hamma o'quv markazlaridagi o'qiyotgan o'quvchilar yoki maktabga borayotgan o'quvchilar hammasi ham bilim olgani kelishmaydi. Ayniqsa hozirgi raqamli va ijtimoiy tarmoqlar juda ham faol rivojlangan paytda. Bizda o'zgacha atmosfera bor. Bizda o'ziga yarasha oila hissini beradigan mehr makoni bor. Shuning uchun kelishadi. Chunki har bitta bolaga birinchi mehr berasiz, e'tibor berasiz, tarbiya berasiz, undan keyin esa ta'lim berasiz. Tarbiyasiz bolaga ta'lim berish befoyda. Tushunarli. Sizni juda ham ko'p kuzatganman. Haqiqatdan ham Misnoza ismini pozitivlik so'zi bilan bemalol tenglashtirsa bo'ladi, qiyoslasa bo'ladi. Aytingchi, siz ham insonsiz baribir. Ha, shunday. Hammam robot emasman. Albatta. Shu oxirgi kunlarda shuni ko'p aytaman, robot emasman, odamlar. Juda ham ko'plab hayotda vaziyatlar bo'ladi. Hammasi ham ularni oson emas. Ziddiyatli vaziyatlar ham bo'ladi. Bor. Lekin sizni juda ham g'amgin yoki kayfiyatsiz holatda kam ko'rganman yoki ko'rmaganman desam ham bo'ladi. Bu sizga mana shunaqangi qiyin vaziyatlarda pozitivlikni saqlab qolishda nima yordam beradi? Ilm. Hammasi Allohdan ekanligini bilsangiz, bir kun ham g'am chekmaysiz. Chunki Allohda ideal, yomon ssenariy yo'q. Faqat uni tushunish kerak. To'g'ri, insonman, juda chuqur depressiyalarga tushaman. Faqat uni ko'rsatmayman. To'g'ri, bo'ladi bunaqa narsa. Ammo mana bugundek sizga 10 ta bola, u yoqda tursin 250 ta bola bittadan sizni quchoqlab uyga ketsa, hamma narsa esingizdan chiqadi. Hammasi. Har biri ertalab o'shaning uchun kiymaymanda, chunki vaqtli kiymayman, ular darsga kirsin, chunki ular darsga kechikib qoladi men bilan salomlashish uchun, lekin uyga ketishida har biri xonamga kiradi. O'shaning uchun ko'chaga chiqib qolaman. Har biri men bilan gaplashgisi keladi. Birga gaplashamiz, quchoqlashamiz, mehr almashamiz, keyin ketadi. Bu energiya bilan xohlasangiz ham xafa bo'la olmaysiz. Tushunarli. Ilojisi yo'q uni. Tushunarli. Demak, qarang, shunaqa gap bor xalqimizda. Ustozingni aytganini qil, qilganini qilma degan gap bor. Qaysi maslahatni o'quvchilaringiz juda ko'p berasiz, lekin o'shalarga amal qilmaysiz? Yoki shunaqa bir odatlar deymizmi? Ko'p o'quvchilaringizga aytasiz, lekin o'zingiz shu narsaga amal qilmaysiz. Bilasizmi, ilm olganimdan beri odamlarga maslahat bermayman. Agar maslahat so'rab kelsa, faqatgina menga ish bergan va natija bergan maslahatgina beraman. Chunki quruq so'zni o'zi
hech narsa emas. Maslahat bermang. Mana aytdingiz-ku o'zingiz boshida. Bu filosofiya, falsafa bu best. Hayotiy bir lifestyle men uchun. O'sha narsani o'zi odamga maslahat, sizni kuzatadi, sizni ko'radi, qilganingizni qiladi, aytganingizni qilmaydi. Misnoz shunaqa qilgan o'sha paytda. Aytgan gap chiqib ketadi. Shuning uchun birinchidan maslahat so'ralmasa mendan bermayman. Oldin berardim va juda ham noto'g'ri qilgan ekanman. Quruq maslahat hech kimga kerak emas va tekin maslahat kerak emas. Odam tayyor bo'lsa, aytadi-ku, shogird tayyor bo'lsa, ustoz ham tayyor. Tayyor bo'lib kelsa yonimga maslahat beraman. Avvalo maslahat bermayman. Amal qilmaganimni esa umuman aytmayman. Tushunarli. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Boya aytib o'tdim, barcha biz qatori siz ham insonsiz, siz ham robot emassiz. Men robot emasman. Oxir paytlari rosa bilinyapti robot emasligim. Noza best nimadan qattiq qo'rqadi unaqada? Qo'rquvlarni yenggan-ku men. Oldin odamlarni yo'qotishdan qo'rqqanman. Yaqinlarimni yo'qotishdan qo'rqqanman. Naверное, это juda shaxsiy. Men yaqinda akamni yo'qotdim. Alloh sabr bersin. Akamni yo'qotganimdan keyin boshqa hech kimni yo'qotishdan qo'rqmayman. O'sha bu baryer olib tashaldi. Olib tashaldi. Chunki men bu bilan duch keldim. Dadamning yana bitta gapi bor. Qo'rquv bor joyda o'sish bor. Nimadan qo'rqsang o'sha narsani qil. Shuning uchun tavakkalchiman. Shuning uchun qo'rqsam ham, aytadi-ku, ko'z qo'rqadi, qo'l qiladi. Qo'l qiladi albatta. Глаза боятся, руки делают. Manda falsafa shunaqa. Men yuragim katta deydimi, bilmadim. Odamlar keladi-da, как можно вот даже eslayman partnyorlarim, Nozba, biz mana bu 30 ta xonani to'ldira olmayapmiz. Qanday 6 etaj bino ovardingiz deydi-da. Bo'ladi. Tushunyapsizmi? Qo'rqmayman deb o'ylaysizmi? Qo'rqaman. Bir qo'rqaman. Qo'rqayapmanmi? Значит, o'sha yerda o'sish bor. Qilaman shu ishni. Tavakkalchiman. Sizni ko'rib, to'g'risi o'zim juda havas qilaman. Chunki o'zim ham shu soha vakiliman, o'zim ham o'qituvchiman. Dars beraman. Bir o'qituvchi orzu qilishi, maqsad qilishi yoki erishishi mumkin bo'lgan barcha narsa sizda bor bugun. Voy, rahmat. Aytingchi, mana shu ga qaramasdan Misnozada ham bugun orzu bormi? Yo'q. Misnoza nimani orzu qiladi? Faqat sayohat qilishdi. Sayohat. Shuning uchun deyarli o'tgan yil har oy chiqqan bo'lsam, bu yil yangi proyekt ochilganligi uchun ozgina bu proses sekinlashdi. Ammo уже oldinda, hozirgina safardan kelgan bo'lsam, oldinda yana 2 ta safar уже rejalashtirib biletlari olingan. Faqat shu emotsiya yig'aman. Haqiqatdan juda ko'p eshitganmiz va o'zimiz ham guvoh bo'lganmiz. Har bitta shahar o'zini qanaqadir ruhiyatiga ega deyshadi. Shunday. Shu gap haqiqatdan, masalan, Samarqandda yashab turib boshqa hissiyotlarni izlab boramiz Samarqandga yoki Toshkentga borsak, boshqa umuman endi boshqa chet davlatlar haqida aytadigan bo'lsak, bu fikrning diapazoni kengayaveradi. Aytingchi, siz qaysi shaharlarda ko'proq sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz va nima uchun? Peter. Sankt-Peterburg. Albatta. Nima uchun? U shaharga har yili qaytaman. Bu yil ham 30-noyabrda Peterga boryapman. Nima uchun? Chunki uni atmosferasi, uni arxitekturasi, uni tarixi, uni kanallari, uni binoni o'zini tarixi va u yerdagi odamlar, umuman atmosfera, umuman ko'rinishi, bilmadim. Har yili meni
o'sha yerga tortadi. Har yili 5 yil davomida Piterga qaytaman. Sizga o'zi boyatdan biri Miss Noza Best qaysi tomondan murojaat qilganim sizga ko'proq ma'qul? Chunki biz sizni Nozapa. biz sizni Miss Noza deb bilardik-da. Miss Noza, shunday. Miss Noza, shunday. Miss Noza deb bilardik. Noza Best bu profildagi prosta ijtimoiy tarmoqlardagi nick. Institutda dars bergan paytlaringizda, institutda ishlagan paytlaringizda Miss Nozalar ko'p edi. Voy. Balki sizga bu gapni aytishgan yoki aytishmagan Miss Nozalar ko'p edi. Chetdan qarab kuzatgan holatda men shu gapni sizga bemalol ayta olaman. Ya'ni sizga qarab kiyinishni, sizga qarab men o'yladim yana kim bor ekan, unaqa o'qituvchi bormi dedim. Ya'ni o'sha falsafangizga, o'sha shaxsiyatingizga intiluvchilar ko'p edi. Talabalar orasida. Nima deb o'ylaysiz? O'qituvchini shakllanishida yoki unga baho berishda uning shaxsiyati qanchalik rol o'ynaydi? Voy, o'qituvchini baholashda bor-ku, ko'p narsalar rol o'ynaydi-da. Shaxsiyatiga qarab faqat bolani bera olmaysiz. Uni yutuqlariga qarash kerak, uni ilmiga, bilimiga. Chunki mana gapi bor, ammo amali yo'q o'qituvchiga berib qo'ysangiz, u xuddi o'qituvchidan tadbirkorlikni o'rgangandek bo'lasizda. Tadbirkorlikni tadbirkordan o'rganasizda. Tushunyapsizmi? Xuddi shu narsa. Agar uni sohasida u bir yorqin o'qituvchi yulduz bo'lsa, bu eng zo'r primer bo'ladi bolaga. Men bu yerga bitta narsani qo'shgan bo'lardim, energiya. Agar odamni o'zidan energiya taralsa, hamma shu energiyaga talpinadi. O'sha paytda endi yosh bo'lganmiz, hozir ham ozgina bor o'sha energiyadan. Energiya odamni juda ham o'ziga jalb qiladi. Bugungi kunda o'zi bog'cha, maktablarimizda ahvol qanday? Va oliygohlarimizda ham shu jumladan qanaqa baho berasiz? Ahvol qaysi ma'noda? Bilim berilishi yoki o'quvchi talabalarni yoki kayfiyati, ulardagi motivatsiya qanaqa holatda? Men faqat bitta narsani aytaman. Bu narsani yaxshilashni, qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshilashni imkoni bor. Qaysi ma'noda? Men Finlandiyada edim, borgandim malaka oshirishga va u yerda bog'cha, maktab, universitetlarga ham kirgandik. Bitta narsa ayta olaman, ularni o'qituvchilar bizda pedagogika universitetiga, institutiga mana 15 ta institutga kirish imkoniyati bo'lsa, oxirgi tanlanadi-da. Tushunyapsizmi? Как plan B. Plan A ga qo'yilmaydi. Eng katta nabor esa, eng katta konkurs Finlandiyada va pedagogika universitetlarga. Chunki o'qituvchi mavqei juda ham baland. Bu nimalarning hisobiga? Chunki ular kelajak tarbiyalaydi. Juda ham mas'uliyatli. Nima uchun biz mana bitta deputatni gapini eshitib qoldim, juda ham xursand bo'ldim. Bu haqida o'ylashni boshlaganiga. Ichki ishlarda ishlaydigan odamlar pensiyaga 40 yoshida chiqadi, misol. Ya точно не знаю, 40-45. Shunaqa. Da. Lotchiklar 45, chunki mas'uliyatli kasb bo'lganligi uchun. Yana kimdir 50. Lekin o'qituvchiga hamma kabi bir qatorda 60 dan oshib keyin pensiyaga chiqiladi. Endi savol. Kuniga agar ikkita smenaga dars beradigan bo'lsa, bitta sinfda 40 tadan oshiq bola. Bu mas'uliyatli kasb emasmi? Albatta. Degan. U o'zi bo'ladi-ku. Men misol o'zimni qizimdan bilaman, qizim 11-sinf. Men o'qigan maktabda o'qiyapti. Men maktabda umuman nolimayapman. Infrastrukturasi o'zgargan, kattargan, masshtab bo'lgan. Lekin baribir bolalar soni ko'p. Agar tuzilmasi o'zgarsa, to есть infrastruktura ko'proq maktabda qurilishi kerak, чтобы bitta sinfda kamroq bolalar olish uchun. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'qituvchini mavqeini ko'tarish kerak. O'qituvchi kasbi hurmatli kasb ekanligi bolalarga tushuntirilish kerak. Ustoz u. Va ustoz nabor qilinayotganda ham shunga qarab olish kerak.
O'shandagina biz mana bu ta'lim sifatini ushlay olamiz degan umiddaman. Yuqoridagi gaplaringizdan kelib chiqqan holda menda ikkita savol tug'ildi. Haqiqatan ham siz juda ko'plab davlatlarda bo'lgansiz, ulardagi tajribalardan xabaringiz bor va ularning ko'pchiligi bizda qo'llanilayotganini ham bilamiz. Lekin o'sha Finlandiyada berilgan chiqqan natija nima uchundir bizda Ish bermayapti. unchalik darajada emas yoki ish bermayapti. O'zi qaysi davlat tizimi bor. O'zi qaysi davlat ta'lim tizimidan tajribalaridan foydalanganimiz ma'qul yoki yo'l qanaqa? Bitta muammomiz borda, copy paste qilamizda. Shunday boramizda, shunday kopiya qilamiz. Lekin u yerdagi ustozlar ham aytdi bizga, iltimos, biz ko'rsatamiz lekin adapt qilish sizdan Moslashtirish. to'g'ri. Nima uchun? Chunki ular o'ylashi bo'yicha biz o'ylamaymiz. Bizning jamiyatimiz boshqacha, qadriyatlarimiz boshqacha. Qadriyatlar bilan birga ta'limni olib kelib bo'lmaydi. O'zimizda qadriyatlarimizga mos ta'limni ola kirish kerak. O'zimizda noyob o'zbek qadriyatlarga asoslangan ta'lim yaratsa bo'ladi deb o'ylayman. Uni yaratish uchun tajribani boshqa davlatlardan olsa bo'ladi. Tez qanday qilib bunga erishyapti, nima uchun unaqa bo'lyapti. Men bitta Singapur primerini tajribasini bu yerda ozgina bo'lishmoqchiman. Singapurda nima uchun rivojlanmagan davlatlardan даже rivojlanayotgan emas, rivojlangan davlatlar qatorida 30 yil davomida ular qo'shildi. 30 yil Juda tez kam srok. Albatta. Keyin uni sir asrorlarini o'rganishni boshladi. Nima uchun unaqa bo'ldi? Nima uchun? Chunki bolani ichki potensialga e'tibor qaratishgan, ta'limga emas. Nima uchun? Bolani bilimiga, qiziqishiga qarab yo'l olishgan. Qanday jarayon bo'lgan? Ozgina yoritay mana bu yerda. Ular bolaga oddiy maktabda ta'lim berilgan. Faqatgina maktab tugatgan paytida bola nimaga qiziqayotganligini kuzatishgan. Chunki har bitta bola o'z iqtidori bilan tug'iladi. Kimdir matematik, kimdir tilshunos, kimdir injener, kimdir aytishnik, kimdir bilmadim, rassom, kimdir sportchi, tushunyapsizmi? Lekin biz sportchidan matematik yasaymiz. Matematikdan esa introvertdan tashkilotchi yasashni xohlaymiz. Bu ish bermaydi. Bu narsani Singapur davlati tushundida va test olishni boshladi. To есть maktab tugashida ularni qiziqishi bo'yicha. Mana bizda ana bor. Aying vrach edi, sen ham vrach bo'lasan. Balki men vrach bo'lishni xohlamasman. Tushunyapsiz? Dading, voy bizda sulola polniy, ular tam voyennilar bo'lishgan, sen ham voyenniy bo'lishing kerak degan ma'noda bolaga qanaqadir mas'uliyat qo'yamiz. Mana shunaqa. O'zi sevmaydigan kasb egasi bo'ladi, professional bo'ladi, lekin sevmaganingizdan keyin yo'q. Konstan ashulasi chiqdi yaqinda, sevgini izlang degan. Qilayotgan ishingizda sevgini izlang degan gaplari bor-ku, shuni yuragimga urildi. Haqiqatdan ham mehr muhabbatsiz qilingan ish emasda, pul uchun qilingan u yerda mas'uliyatli bo'lmaydi o'sha xodim. Sevib qilmagandan keyin faqat pul uchun ishlaydi. Pul uchun ishlagan inson esa 8 dan 5 gacha, 8 dan 5 dan 5 minut o'tsa ham ishini bajarmaydi, ketadi. Endi savol, bolaga tanlovni o'zimiz qo'ysak, uni aniqlasak, qanaqadir psixologik test, boshqa qanaqa yo'nalishni yaxshi ko'radi, qayerda qobiliyati bor haqiqatan ham. Psixolog ishlasin, o'qituvchilar ishlasin, boshqa. To'g'ri, ozgina jarayon, ozgina mehnat, ammo keyin biz kim produkt nimani olamiz? Biz o'z kasbini sevuvchi insonni olamiz. O'z kasbini sevuvchi odam o'sha sohani nima qiladi? Rivojlantiradi va o'sadi. Bu esa jamiyatimizga katta foyda olib keladi.
katta foyda olib kelsa, biz o'samiz. Ma'nan, finans tarafdan, ruhan hamma narsa bir-biriga bog'liq. Agar buni tasavvur qiling, 30 yil davomida qilsak-chi. Idealni. Savolim ikkinchi savolim ham umuman olganda sizni fikrlaringizni davom etsam ham bo'ladi. Umuman maktabdagi holat, o'qituvchining jamiyatdagi o'rni, mavqeini oshirishda umuman jamiyatni o'zi ham qanchalik rol o'ynaydi va buni nimalarda biz ko'rishimiz mumkin? Bitta iltimosim bo'ladi. Bolalarga ja bo'lsa o'qituvchi bo'lasan-da deyishni bas qilish kerak. Ja bo'lsa emas. Hozirgi o'qituvchilarga maktab ochganimda nima, mana qo'rquvingiz nimada degan siz, maktab ochishdan qo'rqmadim. Men kelajakdan qo'rqdim. Mas'uliyat nimada? Hozir bu yerda xususiy maktabdan ochish niyat pul ishlash emas edi. O'zini o'zi oqlamaydi. Deyarli paka. Balki 2-3 yilda oqlab ketadi har bir proyektimiz shunaqa. Asosiy maqsad kelajakni tarbiyalash. U qanaqa bo'ladi? Hozir o'qituvchiga, ishga olayotgan o'qituvchimizga shu savolni berdim. Siz mas'uliyatini tushunyapsizmi? Sizga shunaqa xom produkt keladi. Siz ko'zingiz yetadimi? Undan nimadir chiroyli, mana agar loy bo'lsa, undan chiroyli ko'za yasa olasizmi? Savol, sizni bunga yetarli tajribangiz, mehringiz, muhabbatingiz ishingizga qarab bormi? Hech bo'lmasa yo'q bo'lsa, o'rganishga istak bormi? O'rgataman degan savollar berganman intervyuda. Ular hayron bo'lishgan. Nimaga unaqa? Hamma so'raydi. Staj bormi? Qayerda ishlagansiz? Qanaqa diplomingiz bor? Undan tashqari esa mana bu savollarni berganman. Siz mas'uliyatni olyapsizmi, ko'ryapsizmi? Biz kelajak, Jizzax kelajagini, O'zbekiston kelajagini tarbiyalayapmiz. Ertaga bu bola oilani boshi bo'ladi. Kimnidir ayoli bo'ladi shu qizcha, ona bo'ladi, singil, opa. Sizlar bu narsani tushunyapsizlarmi? Siz tarbiyalagan qiz yoki o'g'il ertaga oilada o'zini qanday tutadi? Uning uchun siz qanday o'zingizni oilada tutyapsiz? Chunki shunday ustozdan olamizda namuna. To'g'ri. Lekin juda ham hozir siz men uchun ham og'riqli bo'lgan bitta mavzuni ko'tarib qo'ydingiz. Men o'zimning hayotiy bir tajribamni aytib o'tmoqchiman. Endigina institutni tugatib, o'qituvchilik faoliyatimni boshlayotganimda juda ham taniqli ustozimiz aytgandilar. Hop, shu kasbni tanlabsiz. Lekin men sizga boshlashingizdan oldin aytmoqchimanki, bu kasb kambag'al kasb. Qaysi ma'nodaki sizda har doim yashash uchun pul bo'ladi, lekin orttira olmaysiz hech narsaga. Ya'ni aytib-ku o'zim uchun ham og'riqli bo'lgan. Hech qachon orttira olmaysiz, to'kin hayotga ega bo'la olmaysiz o'qituvchilik kasbini tanlab. Agar siz bunga tayyor bo'lsangiz-gina shu sohaga kiring. Bo'lmasa boshqa sohaga ketganingiz yoki tanlaganingiz ma'qul degandilar. Menga bu gap juda botgan. Chunki hali boshlamasdan oldin motivatsiyangizni o'ldirdim. Ko'chadagi insonlardan ham emas. O'sha ustozimning o'zidan bu gapni eshitganim birinchi masala. Va ikkinchi masala, umuman juda ham ko'pchilik, nafaqat jamiyat, balki fikrimga qo'shilmaysiz, nafaqat jamiyat, balki o'sha juda ham ko'p son miqdordagi o'qituvchilarning o'zi ham aybdormi mavqelarini darajasini tushishiga deb o'ylab ham qolaman ba'zida. Shu fikrga qanaqa qaraysiz? Hech kim aybdor emas. Odam o'zini kasbini sevsagina, mana aytayapman-ku, o'zini ustida ishlaydi. Bunaqa gaplarni umuman gapirmaydi. Aslida finans ustozlik yoki farroshlikka bog'liq emas. Men shunaqa cleaningoviy kompaniyalarni bilamanki, bizda обороtimizdan 3 barobar ko'proq. Bo'lmasa farrosh kasbi, tushunyapsizmi? Bunga bog'liq emas. Darhaqiqat mana juda ham
sportchilarni ko'p pul ishlab topishadi. Masalan, futbolistlar, boksyorlar ko'p pul ishlab topishadi deyishadi. Tadbirkorlar juda ko'p pul ishlab topishadi deyishadi. Lekin men o'zim shaxsan shunaqangi o'qituvchilarni bilamanki, to'kin hayot, o'qituvchilik kasbini o'zidangina to'kin hayotga ega bo'lgan. Xotirjam biror bir chet davlatiga borib sayohat qilib keladigan va bunga qurbi yetadigan o'qituvchilarni men juda ko'p bilaman. Lekin nimagadir mana shu fikr, mana shu stereotip o'rnashib qolgandek hayolimda. Bu stereotiplarni buza olamizmi? Asta-sekin yangi avlodni mana shu energiya bilan tarbiyalasak buza olamiz. Nimaga buza olmaymiz? Faqatgina aytayapman-ku, o'qituvchilikni sevuvchilarga bering. Chunki bolalarga nafaqat ta'lim kerak, bolalarga tarbiya ham kerak, mehr ham kerak. Yana bitta bizada intervyuda o'qituvchilarni va profilimda ham e'lon qilayotgan paytimda aytaman. Asosiy mezonlari bolalarni yaxshi ko'rish. Siz super duper ilmli, bilimli o'qituvchi bo'lishingiz mumkin, ammo bolalarni sevmasangiz, bo'ls minus. Tushunarli. Qarang, mana juda ham bu ham tanish holat, o'zimga ham og'riqli bo'lgan holat va bu haqida ko'p o'ylaganman. Baho masalasi. Men yoshligimda ham va o'zim shu sohani mutaxassisi bo'lganimdan keyin ko'p o'ylaganman. Umuman o'sha 5 tur, 3 mi yoki ballmi? Bu hammasi o'quvchini bilimini belgilab beruvchi mezon. To'g'ri. Lekin mukammal mezon emas. Albatta bu fikrga qanday qaraysiz? Shu umuman baholash, ball qo'yish bu o'quvchini bilimini, salohiyatini belgilab bera oladimi? Yoki o'sha o'quvchini salohiyatini, bilimini belgilashning boshqa instrumentlari ham bormi? Bor. Bor bo'lsa, nimaga undan foydalanmaymiz yoki nima to'sqinlik qiladi? Men hayronman shu narsaga. Bilmadim. Hayotiy misollar bilan gapirib berishga harakat qilaman. Albatta, hayot. Men bunaqa chuqur o'ylamayman. Hayotda bahoga biz o'zimiz yoshlikdan bog'lab qo'yganimiz bizning aybimiz. Mana naverno bu savolni berishni bilganmi oldindan belgi bo'ladi-ku. Biz haqiqatdan ham administratorlarimiz bilan bugun bog'chada baholar haqida gapirganmiz. И вообще so'rayapti, chunki ular onalar bolalarni bizga maktabga berishgan. O'zimizda ishchilar bu yoqqa berishgan, aytib, "Nozba, bahodan qolib ketadi, shunaqa kasal bo'lib qoldi, bu bahoga bog'lash qanchalik to'g'ri" dedim-da. Chunki o'zimni qizim eslayman 2-sinfda 2 olgan. Va shunaqangi qo'rqyaptiki, kundaligini menga berishga. "Что ты плачешь, Shirin? Что случилось?" desa, qo'rqib gapiryapti. "Men 2 oldim-da, bunaqa qo'rqyapti." Ushmaysizmi? Men qaramda 2gami? Ha deydi. Nimaga urishim kerak? Chunki boshqa bolalar deydi 2-3 olsa ular bitta kaltak yeydi yo boshqa qiladi. Stop. Davay разбираться dedim. Men seni baho uchun yaxshi ko'rmayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, odamda yaxshi kunlar bo'ladi, yomon kunlar bo'ladi. Ikki baho seni hech qanaqasiga baholay olmaydi. Endi davay посмотрим, bu nima uchun berilgan baho. Albom esdan chiqib ketdi, и так далее, и тому подобное. Esingdan chiqarmagani bu qobiliyating emas. Bu seni e'tiborsizligingga baho, lekin senga baho emas bu. Так что tinchlan, bahoga bog'lamaymiz. Ertasi kuni sen 5 olsang, yo 4 olsang, yo umuman olmasang, yo senga chizmachilik yoqmasa, boshqa yoqadigan fanlaringdan yuqori baho olishga harakat qilgin deganimda, menga bunday qaratdi. "Вы какая-то неправильная мама" dedi-da. Qanaqadir noto'g'ri onasiz dedi. Chunki bizda onalar bu sinfda faqat yig'lab keladi. 3 oldim, iltimos 3 qo'ymang, ayam o'ldiradi tam bu.
Nehranda shirin. Davay holating haqida gaplashaylik. Nima uchun bolalar bilan biz baho haqida gapiramiz u? Nimaga holat? Sen o'zing qanday his qilding o'sha payti? Mana uch qo'yganida-chi, nimadan qo'rqding? Nimalar o'tdi xayolingdan deb hech kim javob bermaydi. Hayron qoldim hozir podkastga tayyorlanayotgan vaqtimda yapon maktablarida o'sha 5-sinfgacha bolalarni baholashmas ekan. Baholashmaydi. Baholashmas ekan degan faktni o'qib qoldim va hayron qoldim. Qanaqasiga? Qanaqasiga va ularni salohiyatini qanday, nimaga qarab belgilashadi degan savol. Ular shaxsni shakllantirishadi. O'ziga ishonchni shakllantirishadi. Ular o'zini nimaga qodir ekanligini tushunishni xohlashadi. Yapon maktablarini men ham kuzataman va Xitoy maktablarini. Xitoyda 4-sinfgacha ham baholamaydi, u yerda 5. Mana shunaqa har xil provinsiyalarda har xilcha e'tibor qaratishadi. Demoqchimanki, ular ham rivojlangan davlatlar, plusi ham bor, minuslari ham bor. Aytayapman-ku, qadriyatimizga to'g'ri keladigan jihatlarni olaylik-u, lekin butun bir ta'lim sistemasini ko'chirib olib kelmaylik. Juda ham ijtimoiy tarmoq hozir rivojlangan va ko'p kuzatishimiz mumkin. O'quvchini urgan ustoz yoki ustozni kaltaklagan o'quvchilar. Shu sarlavha ostidagi videolarni juda ham ko'plab ko'raman. Va ularni izohiga e'tibor beraman. Qaysidir ma'noda juda ham ko'plab izohlar hozir o'qituvchini tarafini olib, o'qituvchini yoqlab yozishadi. Siz unga o'zi qanday qaraysiz bunaqangi vaziyatga? Bu qanday kelib chiqadi shu vaziyat, umuman olganda shu vaziyatgacha borishi? Bitta ustoz yoniga borib, bitta yosh oila yonlariga borib, ayoli 2 qatt ekan, ustoz mana yaqinda qo'limizga olamiz, eson-omon inshaalloh farzandimizni shu tarbiya qilishni o'rgating boshidan deb kelishibdi. Bir ulamoni yoniga. Yoshlar 9 oyga kechikibsizlar dedi. Tushunyapsiz-a? Nima haqida gapiryapman? Bu degani u holatni oldini olish uchun bolaga tarbiya berish kerak. Tarbiya berish uchun esa ota-ona o'zi tarbiyali bo'lish kerak. Va tarbiyada yana o'sha gapimni qaytaraman. Gapi bilan emas. Gapimni isboti qizim. Men qizimni bir kun ham tarbiyalamaganman. Bir kun ham. Ya'ni o'tirib, bu to'g'ri, bu noto'g'ri, buni qil, buni qilma degan. Baribir sizni qilganingizni qiladi va sizni mana sizda munosabat ko'radi. Hayvonlarni yaxshi ko'rsangiz, hayvonlarni yaxshi ko'radi. Agar odamlarga nisbatan "Bo'j, nimalar debdi" desa, ertaga xuddi shu holatda nima debdi deydi. Tushunyapsizmi? Bu narsa mana shu yerimga urildi-da, o'zimni tarbiya qilishni boshladim. Telefon o'ynama soat 8 dan keyin desam, o'zim ham telefonni olib qo'yib, palotga qo'yib, u bilan gaplashadigan bo'ldim. Tushunyapsizmi? Muloyim bo'l deyishni o'rniga telefonda muloyim gaplashaman. Hurmat, izzat, qo'lim ko'ksimda. Shu narsani o'rganadi farzand. Boshqa narsani emas. Ming gapiring, bo'lmaydi. Mana bu holatga qanday qaraysiz? Boshqa qilasiz. Tubdan tarbiya qilish kerak edi. Tubdan tarbiya qilish uchun esa ota-ona tubdan o'zini tarbiya qilish kerak. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Ammo qo'l ko'tarishga kelganda esa men bunga mutlaq qarshiman. Bu tarbiya usuli emas. O'qituvchining metodlari shunchalik ko'pki, ungacha bormaydi, ishoning. Qanaqa bola bo'lmasin, ungacha bormaydi. Agar o'zida haqiqatan ham ishonchi kuchli, ilmli, bilimli, juda qiziqarli o'qituvchi bo'lsa, bola o'ziga hech qachon buni ip ko'rmaydi. Hech qachon. Ip ko'rdimi, o'qituvchi o'zidan qidirmasin. Nimadir bo'lganki, u shunday.
agar unga tushunish nuqtai nazaridan qarasa, tak, buni oilasida nimadir bo'ldi, menimcha. Mana men shunaqa voqea bo'ldi-da, ertalab bitta bolacha kiryapti. Ismlarini aytmay, buni kayfiyati yo'q dedim. Bu kayfiyati butun sinfga bugun o'zini anosini ko'rsatishi mumkin. Shu bolani orqasidan tushinglar dedim. Adminlar hayron. Chunki u har doim pozitiv kelardi-da. Yana kuzatdim, kameralarim bor. Ayni o'sha bolani kuzatdim. Qarasam jizzaki, tak. Psixologimiz bor. Chaqirdim. Srazu so'ramaysan dedim, lekin nimadir bo'ldi. Haqiqatan ham oilasida kimdir kasal bo'ldi, notinch, unga e'tiborsiz bola qaysidir neto vaziyatda qolib ketdi. Tushunyapsizmi? Hozir men unga kelib menga qara, nimaga unaqasan, nimaga unaqa gapirding desam, battar qilgan bo'laman. Endi unga tushunish nuqtai nazaridan qarasangiz, что u o'zi emas, yomon bola yo'q. Men uchun yo'q. O'qituvchini aynan bog'cha yoshidagi va o'sha 4-sinfgacha bo'lgan kichik sinfdagi o'quvchilarni urgan holatlarini ko'p kuzatganmiz. Bu toifadagi o'qituvchilar qanaqangi o'qituvchilar va ularni bolaga jismoniy kuch ishlatishiga nima sabab bo'ladi? Psixologik sabab. Prosta ishdan ketish kerak. Pul uchun ishlash kerak emas. Aytayapman-ku, bolaga mehr bo'lmasa, foydasi yo'q. Yaxshi ishchi chiqmaydi. Energiya bo'lisha olmaydi. Sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Balki uydagilar bilan urushib qolgan, balki puli bo'lmagan, balki qarz bo'lib qolgan. Tushunyapsizmi? Sababi mingta bo'lishi mumkin. Lekin u sabab bolani urushga sabab bo'lishi hech oqlolmayman. Yo'q. Keling, shuni sal konkretlashtiramiz. Aynan shu holat bo'yicha, ya'ni o'sha o'quvchilarni kaltaklashi yoki jismoniy kuch ishlatishi kaltaklashi deganda voy kaltaklash deganda u borib urib yo'q, chunki sizga hozir bu boshqacha ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz ijtimoiy tarmoqlarda negativ kuzatmayman. To'g'risi. Men o'zimni shunchalik chegaralaganman shu negativdan, o'shaning uchun siz aytadigan narsa kaltaklash deydigan narsa meni xayolimda bir o'rtaga olib kaltakladimi? Bunisi hali hol. Albatta ularni maqsadlari ko'proq prosmotr ishlash uchun juda ham vahimali sarlavhalar yozish bo'ladi. Lekin baribir keling bitta ozgina konkretlashtiraylik. Shu masala bo'yicha oladigan bo'lsak, o'qituvchi va ota-ona qaysi tomonni baribir ko'proq mas'uliyatni bo'yniga olish kerak? Ota-onami yoki o'qituvchi? Ota-ona, конечно. Foizlarda aytingchi. Foizlarda ayta olmayman, lekin ikkalasi birdaniga birgalikda ishlash kerak. Bu yoqda men pul beryapman, mana ta'lim tarbiya beringlar degani bu 10% ham chiqmaydi-da. Yo'q, hozir men xususiy bog'cha maktablar haqida so'z yuritmayapman. 20% deylik o'qituvchida, 80% ota-onada-da. 80% ota-onada. O'zida na vaqt bor, na vaqt ajratadi, na gaplashadi bolasi bilan. Hamma narsani o'qituvchiga to'nkab qo'yish qanchalik to'g'ri ekanligini bilmayman. Lekin ikkala shaxs ham, to есть ikkala taraf ham mas'uliyatli. O'qituvchi o'zi tanlagan kasbi uchun mas'uliyatli. Ular esa ota-onaligi uchun mas'uliyatli. Vaziyatdan foydalanib barcha ota-onalarimizga murojaat qilmoqchimiz. Agarda farzandingiz bilan ham yuqorida keltirgan noqulay, yoqimsiz holatlar yuzaga kelishini xohlamasangiz, albatta bugun farzandingizni eshitib ko'ring. Albatta. Haligacha ham ota-onam 70 dan oshgan bo'lsa ham nimadir, aya, nima deganingiz u endi? Ozgincha bunday tushunmovchilik. Mama, ну что вы, biz ruscha gapiramiz desam, dadam chaqiradi. Sen hozir kimga gapirganingni bilasanmi? Dirdilar hozir ham endi bunaqa hazil formasida. Hop, oy dada bilaman desam, yo'q, sen meni ayolimga gapiryapsan. Deb onamni himoya qiladi har doim. Hech qachon ovozingni baland qilma meni ayolimga. Meni onam bo'lmasam, tushunyapsizmi?
xuddi shunday. Mana shu narsa shakllangan. Bu narsani oilada men bilmayman, balki это розовые очки. To'g'risi. So'kish eshitmaganmiz oilada. Hech qachon. Ota-onam so'kinmagan. Otam so'kinmagan. Ovoz ko'tarilmagan. Hech qachon oilaviy janjalni guvohi bo'lmaganman. Keyin so'rayman, sizlar urishasizlar. Har kun urishganmiz deydi ayam. Nima ko'rsatmagansizlar? Bilmasam deydi ayam, tushunyapsizmi? Ko'rmaganmiz. Qayerdadir, balki xonadami yoki biz yo'g'imizdami. Biz hamma narsa ideal deb o'ylaganmiz oilada. Shunday bo'lgan, chunki mana shu mehr muhabbatni ko'rib men katta bo'lganman. Haligacha ham 70 dan oshgan bo'lsa ham mana kechqurun dadam ayamni qo'lini ushlasa, qizim kichkinaligida voy bovam abikamni qo'lini ushladi-ku desa, bu mehr ko'rinishi deb tushuntirganman. Va qizimga bu holat odatiy holat bo'lib qolgan. Chunki mehr shunday ko'rsatilishi kerak. Mana amalda ham, ko'rinishda ham nabiralarga ham dadam hozir tushuntiradi. Agar o'g'il nabira kelsa, amal. Bu opang, bu qiz bola, unga bunaqa munosabatda bo'lish kerak va o'zlari ham shunaqa munosabatda bo'ladi. Men o'ylashimcha, o'qituvchini bugungi kunda jamiyatdagi mavqei, roli oshib bormoqda va bunga davlat miqyosida e'tibor katta. Bu juda xursandman bundan. Va bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Shu yana bir marta aytaman, ta'lim nonini yeyish oson emas, ammo yoqimli. Oqlab yeyish undan-da yoqimli, barakali. Bilmadim, sevimli kasbim bo'lganligi uchunmi yoki mana shu ta'limga o'zimni umrimni bag'ishlaganligim uchunmi? Savollarimni keyingilari albatta o'sha ta'lim sohasi bilan bog'liq va o'sha ta'limni non yeyish deyapsiz-ku. Bugungi kunda juda ham sir emas. O'quv markazlari, xususiy maktablar soni oshib bormoqda. Bu qaysidir ma'noda ham yaxshi, ham yomon. Tangan ikkita tomoni bo'lgandek. Yaxshi tomonlari albatta sog'lom raqobat. Nimasi yomon? Yomon tomonlari aynan o'sha sonini oshib borayotgani va sifatga hali ko'pchiligimiz e'tibor bermayotganimiz. Bilasizmi, bu yerda gapimni? Bu gapimni men nimada isbotlamoqchiman, juda ham ko'p o'quv markazlari ochilgan va hozirgi kunda ko'plari faoliyatini boshlab hali biror bir darajaga yetmasdan yopilib ketmoqda. Aynan o'sha ta'lim sohasida tadbirkorlik faoliyatini yuritmoqchi bo'lgan insonlarga sizning maslahatingiz shu sohada juda katta yutuqlarga erishgan inson sifatida nima maslahatlar berasiz? Pul ishlashni xohlasa, boshqa soha tanlasin. Birinchi niyati pul ishlash bo'lsa, ishlamaydi. 1 yilga ham bormaydi. Bo'ldi, qulaydi. O'zi o'quv markazi yoki maktablar biznesi qanchada o'zini oqlaydi? 2 yil. 2 yil. Demak, 2 yillik zapas sabr bo'lish kerak tadbirkorda. O'rtacha 2 yil. O'sha agar ta'lim sohasidagi tadbirkorlikni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, siz bitta narsani tushunishingiz kerak. Siz o'sha sohadan bo'lishingiz kerak. Va nafaqat ustoz, balki tashkilotchi ham bo'lishingiz kerak. Tushunarli. Bugungi kunda siz o'zingizda yetarli bilimga egaman deb o'ylaysizmi? Yo'q. Juda ham Yo'q. Juda ham kutilmagan javob. Nimaga? Yo'q. Эйнштейн aytgan-ku, я родился удивленным. Вот я родилась удивленной. И menga har kuni yangi bilim olish qiziq. Chunki bu okeanda uni butunlay o'rganish qiyin. O'zi bir sohani spetsialisti bo'lish bu men uchun katta gap. Shuning uchun ham
hozir ham mana shu yerda o'tirib ham har yili summa juda ham katta. O'zimni rivojlanishimga, ilmimga juda ham katta investitsiya kiritaman. Qancha summa? Shu aniq bo'lmasa ham o'tgan yili deylik, qaysi bir trimestrda ichida 98 million investitsiya qilganman ilmimga. Bu hech qanaqa sertifikatsiz, guvohnomalarsiz o'zim uchun coachlarga beradigan summa. Qaysidir sohamni rivojlantirmoqchi bo'lsam, albatta spetsialistlarga murojaat qilaman. Tushunarli. Adashmasam sizda umuman ta'lim sohasiga oid bo'lmagan yana bir kurslaringiz bor edi. Shu haqida ozgina bilasiz. Men shaxsiy rivojlanishga katta e'tibor berganman oldin va qizlardan yonimdagi meni kuzatadigan kuzatuvchilarim, qizlarim, shogirdlarim mendan qaysidir tizimni iltimos qilganliklari uchun master klass qilib turaman va juda qisqa muddatli kurslar taklif qilganman. Ammo u zona komfortimga tushib qolganimda, hamma ishlarim joyiga tushganda qilingan ishlar edi. Hozir yangi loyiha ochganligimiz uchun afsuski unaqa vaqtim ko'p emas. Ammo uni ham qachondir yangilash, to есть o'zini yo'liga qo'yishni niyat qilaman. Xudo xohlasa. Shu o'rnidan sizga bir savol bor. Chunki bizning kuzatuvchilarimizning ichida juda ham ko'p qizlar va ayollar bo'lishi tabiiy. Bu ko'rsatuvni tomosha qilayotgan vaqtda. Shundan kelib chiqib, savol bermoqchiman. Ayting. Ayol kishi qachon qadrsizlanadi? Qachonki o'zi qadrsizlantirsa o'zini. Demak, atrofdan emas, sababchi aynan o'zi. Insonni o'zi sababchi hamma narsaga. Atrofdagilar oyna ko'rsatib beradi. Xolos. Yoki siz kimnidir qadrsizlantirasiz. Qayerdadir o'zingizni ustun ko'rasiz nimadan yoki o'zingizni past ko'rasiz. Bu narsani boshqa insonlar sizga ko'rsatib beradi bo'ldi. Aybni o'zingizdan qidiring. Bo'ldi. Boshqa siri yo'q. Demak, bu hozir ayollarga murojaat. Ayollarga Erkaklar demak bu yerda ni pri чем? Нет, ни при чем. Ni pri чем. Chunki erkaklarni ham ayollar tarbiyalashadi. Kutilmagan burilish. Shunday-ku. Chunki juda ham ko'plab o'sha hozirgi paytda qirolni faqat qirolicha tarbiya qila oladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa shu trendga aylandi red flaglar, qizil bayroqlar. Umuman bu qayerdan paydo bo'ldi? Yoki bo'lmasa bunga sizning fikringiz qanaqa? Ijtimoiy tarmoqlarda trendlar har kuni o'zgarmoqda-da. Qachondir red flag, green flag ham bor. Shunaqa trend chiqdi. Prosta u o'zini shaxsiy chegaralari. Nima mumkin, nima mumkin emas degan ma'noda-da. Misol uchun, kimgadir kofe red flag bo'ladigan bo'lsa, kimgadir kofe green flag. Men uchun kofe green flag, bu yoqda ham kofe, u yoqda ham kofe, hamma joyda kofe. Yaxshi ko'raman, lekin tushunaman, что ortiqdan ortiq red flagga aylanib qolishi mumkin. Biz bepisand qilayotgan narsa yoshlarni fikrlarini yoki dunyoqarashlarini shakllanishida rol o'ynab qolishi mumkinmi? Qachondir? Nima? Umuman dunyoqarashning shakllanishida. Red flagmi? Mana shunaqa trendlar. Albatta. Hamma narsa vosita. Faqatgina agar unga oilada chiroyli tarbiya berilsa, tushunchalar, hech narsa uni dunyo qarashiga minusga olib keladigan narsalardan ularni chegaralay olmaymiz-da, o'zimizning farzandlarimiz. Chunki negativ bor bo'ladi, negativ bizni qaysidir ma'noda o'stiradi. Yoshlarga yosh bo'lishni qo'yib berishimiz kerak-da, tushunyapsizmi? Davrini so'radi, boshqa qiladi, lekin baribir oilada mustahkam bir dunyo qarash bo'ladigan bo'lsa, qadrlash, hurmat qilish, baribir o'zini ta'sirini o'tkazadi va
sizni farzandingiz просто buni chetlab o'tadi. Deb kulib qo'yadi-da. Ну, есть, дальше идем, дальше deydi-da, bo'ldi. Chunki men qizim o'smir. 16 yoshda, plus Amerikada o'qib kelgan. Programma bo'yicha qaytib keldi va undan so'rayman. U Amerikada o'qib kelgan, u yerda esa bilasiz, total erkinlik, dunyoqarashlar har xil va bu narsa hamma joyda o'stiriladi, singib boriladi, singdirilib boriladi. Men kuzatishga tushdim. Qani bu berildimi o'sha techeniyega yoki yo'qmi, tushunyapsizmi? 1 yil mensiz yashadi, hech kimisiz. Тем более shunaqa paytda uni miyasi ochiq paytda, hali to'liq inson sifatida shakllanmagan paytda borgan, 15 yoshida. Ishonasizmi? Qadriyatlari shunchalik kuchli bo'lgan, Shirinda. Judayam to'g'ri baho bera oladi. Tak, это мне подходит, это мне не подходит. Qabul qiladi, to есть ko'radi, qabul qiladi. Bu sizning tanlovingiz, meni tanlovim bu. Va men bundan Allohga shukr aytaman, что u mana shunaqa trendlarga berilmaganligi uchun. Meni fikrim bo'yicha buning barchasining tagida tarbiya yotadi. Kimni tarbiyasi? Ota-ona baribir o'zini tarbiyalash kerak. Men bir kun ham qizimni tarbiyalamaganman. Nima qilganman? Kitobda olib o'zimni tarbiyalaganman. O'zimni ilmimga, bilimimga investitsiya qilganingizdan keyin buni avtomatim bolaga beriladi. Bola ko'radi. Sizdagi o'zgarishlar, siz o'zingizni tutishingizni, o'zingizga nima позволять qilmasligingizni, o'zingizni tutishni, stержень, qahramondek kuzatadi, boshqacha fikrda bo'ladi. Bilmadim, balki menikidir, balki ota-onamni tarbiyasidir, bobo-buvalarniki, jamiyatimiz juda ham yaxshi, bilmadim, Jizzaxni yaxshi ko'raman. Men aytayapman-ku, o'zimni shunchalik darajadagi ongli ravishda negativdan chegaralab qo'yganman. Men umuman televizor ko'rmayman. Yangiliklar ko'rmayman. Trenddan juda ham uzoqdaman va agar ijtimoiy tarmoqda qanaqadir negativ xabar bo'ladigan bo'lsa ham kommentariyaga kirib o'qimayman. Ongli ravishda o'zim chetlab qo'yganman. Balki to'g'ridir, balki noto'g'ri bu. Lekin 5 kunlik dunyoda qaysidir vaqtimni negativ o'qishga sarf qilishni xohlamayman. Bu ongli ravishda, o'shaning uchun siz mana aytayapsiz-ku, kimdir kaltakladi, nima, men uchun bu vahimali-da, nima u? Endi sal turtishi mumkin, qanturda nuka hazillashgan bo'lishi mumkin, balki asabiylashgan, lekin kaltaklashga kelganda bu umuman boshqacha. Sarloha balki odamni e'tiborini jalb qilish uchun. Lekin mana ongli ravishda negativdan xoli qolishni tanlayman. Кто-то kimdir nimadir qildi. Tak, stop. Yaxshi narsadan gapiring. Har doim mana даже kirsam, bog'chaga kirsam tak, yangiliklar aytadi. Yaxshimi, yomonmi? Yomonni ketishimdan oldin aytasan. Tushunyapsiz-a? Agar siz ongli ravishda, siz ongingiz bilan ishlasangiz va fokus nimaga qaratasiz? Bu dunyo go'zal. Bolani yomoni yo'q. Tarbiyani o'zimdan boshlashim kerak. Ota bobomdan faqatgina yaxshi narsalarni, o'gitlarni olishim kerak. Tak, olay degan, olayapman degan ma'noda yursangiz. Yaxshi insonlar, mana yutuqqa erishmoqchimisiz? Mana misol aytaylik, shunaqa anov bo'lamanda. Shunaqa tanishlarim bor. Jamoa bilan ishlashni o'rgatadi menga. Savol: ularni maslahatini olamanmi yo'qmi? Meni jamoam 200 tadan oshiq. Agar u inson jamoa bilan hayotida hech qachon jamoa qilmagan bo'lsa, даже ikkita odam komandaga olib 1 yildan ziyod ishlamagan bo'lsa, u maslahatni olmayman. Tushunyapsiz-a? Ha, да, конечно. Deymanda, spasiba, bo'ldi. Men maslahat oladigan insonlarim meni jamoamdan ko'proq ishlab, muvaffaqiyatga ega bo'lib,
to'siqlardan o'tsa, o'sha insonni maslahatini olaman va tadbirkorlik bo'yicha shunaqa ustozlarim bor. Qayerdadir qanaqadir muammo bo'lsa, o'sha insonga telefon qilamanda, qarang, menga qarangda, men maslahatingiz kerak desa, tekimi, emasmi? No, endi hazil. Mana shunaqa insonlardan olaman. Atak maslahat beruvchilar, aytadi-ku, remont qilaman desang, yon atrofingdagi srazu hamma quruvchi. Vrachga aytayapman-ku, simptom nimadir bo'lsa, yoningdagilar hamma vrach. Keyin o'ylab qolaman-da, o'zi bu sog'lom yuradimi, yurmaymi? Agar sog'lom yursa, maslahatini oling. Agar sog'lom bo'lmasa va har 2 oyda virus olaversada, uni maslahatini olib, men hech narsaga erisha olmayman, tushunyapsiz-a? Shuning uchun siz nimaga erishmoqchisiz? Ustozni ham shunga qarab tanlang. Ustozingiz sakinatda, boylikda yashayaptimi? Agar siz o'sha narsaga intilmoqchi bo'lsangiz, ustoz qilib oling uni. Agar u sizni shogird qilsa. Tushunyapsiz-da? Bu tarafi ham bor. Unga mosmisiz, mosmasmisiz? O'shaning uchun qizlarga yana bir bor aytaman. Hamma narsaga sababchi o'zingiz. Ko'p chuqur o'ylamasdan fokusni o'zingizga qarating. Nima uchun bu voqea, hodisa menga berilgan? Sizni muhokama qilishyaptimiz, значит, siz qayerdadir muhokama qilgansiz. Robot emasmiz, ideal emasmiz, insonmiz shunchaki. Bo'ldi. O'zingizni kechiring. Keyingi safar aqlliroq bo'ling va amalda bo'ling shunaqa. Tekin maslahatlar bermang. Hayot go'zal bilmadim. Или aytayman-ku, yana bir bor mani shunaqa deb o'ylashadi. Наверное, Misnozani в розовых очках hali ham. Yo'q, hayotimda ko'p har xil kunlar bo'lgan, lekin o'sha pozitivlikim yo'qolmaganligini juda ham hurmat qilaman o'zimda. Men dunyoni qanchalik mana o'smirlik davrida qanday yaxshi ko'rgan bo'lsam, yoshlikda xuddi shunday yaxshi ko'raman. Men moslashaman dunyoga. Uni o'zgartirishga, odamlarni, jamiyatni o'zgartirishga harakat qilmayman, o'zimdan boshlaganman hamma o'zgarishlarni. Pozitiv bo'lishni xohlaymanmi? O'zim birinchi bo'lay. Qanaqaman, nimaman? Keyin men nima bera olaman xalqqa? Mana keladida, oyligingiz qancha deydi. Hop, 10 million beraman. Siz 10 millionlik ish qila olasizmi? Nima bera olasiz bestga deyman. Qarab turadi, diplomi bor, diplomingizni qo'yib turing. Siz menga nima bera olasiz? Hop, kollektivga nima bera olasiz? O'ylanib qoladi. Srazu oylikni so'raysiz dedim. Sizda beradigan narsangiz bormi? Yosh qizlar keladi. Oylikni so'ramoqchi edim-da. Ne qaraymanda, qobiliyatingizni so'rasam maylimi? Nima? Odamlar bilan gaplashib, nechta odam bilan gaplashgansiz? Qanaqa muammo yechgansiz? Chiroyli ko'zlaringiz uchun pul bermayman-ku. Tajriba boshqa nima bera olasiz bu jamiyat? Lekin shunaqalar borki, aytayapman-ku, bizda auramizda shunaqa odamlar yig'ilgan. Menga pul kerak emas. Men borimni beraman, siz o'zingiz nima otsenirovать qilib, assess qilib berasiz deganlar eng ko'p oylik olayotganlar o'shalar. Shunaqa o'qituvchim bor bog'chada, farrosh bo'lib kelgan, menga ish ber degan faqat. Bo'ldi, Noza, любой ish qilaman. Men hayron bo'lganman, voy xudo, chunki yaxshi oiladan chiqqan, lekin qaysidir sabablarga ko'ra pol yuvaman. Kerak menga shu ish degan inson hozir bizni o'sha bog'chada eng katta oila. Chunki intilgan u maqsad pul bo'lmagan, asli o'rganish bo'lgan, nimadir berish. Hozir haqiqatdan ham tajribasi bilan, boshqasi bilan, yangi kelgan o'qituvchilar bilan bo'lishadi. Hozir bizni o'sha bog'chada eng katta oila. Chunki intilgan u maqsad pul bo'lmagan, asli o'rganish bo'lgan, nimadir berish. Hozir haqiqatdan ham tajribasi bilan, boshqasi bilan, yangi kelgan o'qituvchilar bilan bo'lishadi. Bu konfidensial emasmi? Yo'q. Yo'q, konfidensial. Lekin besta oyliklar boshqa maktablarga va boshqa xususiy ta'lim inshootlarga qaraganda ancha katta, buni hamma biladi. Va
uni mehnatiga qarab beriladi. Bu katta jamoada ishlaganimdan va qo'rqmasdan shuni ayta olamanki, inson qadri baland. Vesta. Judayam. Nozik opa, sizga juda katta rahmat. Siz chunki bizga o'zingizdagi eng qimmatli narsani berdingiz, eng qimmatli narsa bilan bo'lishdingiz, bu vaqtingiz. Spasibo огромное. Sizga rahmat. Va ko'rsatuvimiz so'ngida bizda bir an'ana bor. Sizdan keyingi kelayotgan mehmonga bitta savol tashlab ketishingiz kerak shu yerda. Hayotida eng katta maqsadi va unga erishgan bo'lsa, uni holati maqsadga erishgandan keyin. Bu savolni bejizga bermayapman. Chunki har bir maqsadga erishganimdan keyin agar o'zim haqida gapiradigan bo'lsam, menda bo'shliq paydo bo'ladi. И дальше что degan? И что? И вот, и что? Tushunyapsizmi? Shuning uchun ko'proq jarayonga e'tibor beraman, natijaga emas. Jarayondan zavqlanishim kerak. Og'ir kunlarimdan, yaxshi kunlarimdan, hamma kunlarimdan, har bir vaqtimdan. O'sha odamga mana shuni aytaman. So'ramoqchiman-da. Menga qiziq, odamni holati qiziq. Qanaqa bo'lgan? Kimdir xursand bo'ladi yarim soat. Yaqinda bir o'rtog'im bo'lishdi. Judayam qimmat mashina olgan. O'ta. Qaysidir mamlakatda prezidentlari yuradigan mashina olganda aytib, "Noza, baxtlimisiz?" desam, yarim soat. Keyin yana bo'shliq. Qolganlarda qanday demoqchiman-da? Yo'l, jarayon qiziq-ku aslida. Maqsadga erishgandan keyingi holati. Agar u erishgan bo'lsa. Da. Agar yo'lda bo'lsa, mamnunlik his qilganmi? Nima bo'lgan? Yoki yangi maqsad qo'yganmi? Mayli, mana shu jarayon. Erishdi. Ozroq vaqt o'tdi. A потом что? Va so'ngida o'sha sizni, albatta sizni kuzatib turgan, chunki bu intervyu, bu suhbatimizni asosan siz uchun kuzatishadi. Siz uchun kuzatgan barcha ekran ortidagi insonlar uchun tilaklaringiz va niyatlaringiz. Shunchaki yashang, yashab bering. Juda qisqa umrda zavqlanishga har kuni sabab toping. Bu kameraga qarash kerak emasmi? Mana, как зритель bilan gaplashadi. Shunchaki yashang. Har bir daqiqadan zavq olishga harakat qiling. Onangiz telefon qilsa, albatta ko'taring. Uzr, rost. Allo. Ulgura olmadim, ko'zimni nuri telefon qildi. Va 5 kunlik dunyoda maqsad qo'ying, erishing, qiling demayman. Impulsdan yashang. Impuls bormi, xohish bormi qilishga, qiling. Intiling. Allohni taning, ota-onangizni qadrlang. Avvalambor o'zingizni qadrlang, yon atrofingizni qadrlang, shunchaki yashang. Shu. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda, yaxshi davrlarda ko'rishguncha. Mayli, onamga telefon qiling. Bo'ldi. Thank you. Husniddin ham ichi qizib. İçine, ben joy